Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Ka'baning eshigiga men bu hadisni ilgari ham o'qigandim-u. Ka'baning eshigiga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabr shariflariga mana shu kalimani takror yozib qo'yilibdi. La ilaha illallohul malikul haqqul mubin. Buni men bir hadisda o'qigandim. Kimki har kuni ertalab bomdoddan keyin dunyo so'zini gapirmasdan turib 100 marta o'qib qo'ysa, Alloh taolo uni g'ani qilib boy qiladi. Hech ham muhtoj bo'lmaydi. Ikkinchisi qabr azobi ko'rmaydi. Uchinchisi jannatga behisob kiradi degandilar. Buning sababini shu yerda ko'rdik. Ka'baning eshigiga la ilaha illallohul malikul haqqul mubin. Bu degani Allohdan ibodatga loyiq boshqa zot yo'q. Albatta Alloh yakka yagonadir. Haqqul mubin. U malik, podshodir, haq, ochiq oydin, ravshan podshoh.